Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun siz bilan juda muhim, har bir nafaqaxo'rga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida suhbatlashamiz. Shoshilinch xabar. Bir maydan boshlab kuchga kirgan yangiliklar sizning pensiyangizga qanday ta'sir qilishini, kimlarga bu o'zgarishlar qo'shimcha imkoniyatlar yaratishini, kimlarga esa bir oz tashvish tug'dirishini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumotlar hozir ayniqsa dolzarb bo'lib, har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Va albatta kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizga kelajakda ham eng muhim yangiliklarni birinchilardan bo'lib olishingizga yordam beradi. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Shu paytgacha pensiya tizimimiz ma'lum bir tartibda ishladi. Pensiyalar mamlakatimiz iqtisodiy imkoniyatlardan kelib chiqqan holda muntazam ravishda indeksatsiya qilinib, ma'lum foizlarga oshirib borilardi. Bu o'sishlar odatda yilga bir necha marta sodir bo'lib, odatdagi turmush tarzini saqlashga yordam berardi. Pensiyani hisoblashda ish staji, o'rtacha ish haqi va pensiya to'lov miqdori kabi standart ko'rsatkichlar asosiy mezon bo'lib xizmat qilar edi. Biroq bir maydan boshlab Vazirlar Mahkamasining yangi qarori, aniqrog'i Prezidentimizning shaxsan tashabbusi bilan qabul qilingan farmon pensiya tizimiga yangicha yondashuvlarni olib kirdi. Bu shunchaki navbatdagi indeksatsiya emas, balki bir necha yo'nalishda chuqur o'zgarishlarni nazarda tutuvchi qadamdir. Avvalgi tizimda ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar, masalan, uzoq yillar davomida mehnat qilganlar yoki yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar yetarlicha qo'llab-quvvatlanmayotgani haqida fikrlar mavjud edi. Endi esa bu holat tubdan o'zgaradi. Yangi farmon ijtimoiy adolat tamoyillarini yanada mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, pensiya ta'minotining minimal darajasini sezilarli darajada oshiradi va bir qator imtiyozli toifalar uchun qo'shimcha kafolatlar yaratadi. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda pensiya olish jarayonlari ham, uning miqdorini hisoblash mexanizmlari ham bir qator yangi mezonlar asosida amalga oshiriladi. Endi esa bu o'zgarishlarning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Nimani bilishingiz kerak, kimlarga tashvishlanishga arziydi va kimlar xotirjam bo'lishlari mumkin. Birinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, 20 oydan boshlab minimal pensiya miqdori mamlakatimizda sezilarli darajada oshirildi. Bu avtomatik ravishda amalga oshiriladi va buning uchun aksariyat hollarda sizdan hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Agar sizning pensiyangiz avvalgi minimal miqdordan kam bo'lsa, u yangi belgilangan minimal darajaga ko'tariladi. Masalan, agar ilgari minimal pensiya 60 ming so'm bo'lgan bo'lsa, endilikda u 5 ming so'mga bu shartli raqamlar. Aniq miqdorlarni pensiya jamg'armasi saytida tekshirishingizni tavsiya qilaman, oshiriladi. Bu degani, ushbu toifadagi minglab nafaqaxo'rlar hech qanday murojaat qilishlarsiz avtomatik ravishda yuqori pensiya oladi. Ikkinchidan, uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lgan fuqarolar uchun alohida bonuslar joriy etildi. Bu haqiqatan ham katta yangilik. Agar siz 35 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lsangiz, pensiyangizga qo'shimcha ustamalar qo'shilishi mumkin. Farmonda aniq ko'rsatilishicha, masalan, 35 yildan 70 yilgacha stajga ega bo'lganlarga pensiya miqdorining 5% miqdorida. Dardim yildan borda 5 yilgacha stajga ega bo'lganlarga esa 7% miqdorida qo'shimcha ustama to'lanishi belgilandi. Eng uzoq, ya'ni 5 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lgan fidoyi insonlar uchun esa bu ustama pensiya miqdorining 10% tashkil etishi mumkin. Bu juda muhim, chunki uzoq yillar davomida mamlakat rivojiga hissa qo'shgan faxriylarimizning mehnati nihoyat munosib taqdirlanmoqda. Yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham alohida e'tibor qaratilgan. Ularga ko'rsatiladigan ijtimoiy yordamni kuchaytirish maqsadida qo'shimcha nafaqalar joriy etiladi. Bu nafaqalar ayniqsa boquvchisini yo'qotganlar, birinchi guruh nogironlari va yoshiga ko'ra yolg'iz qolgan, qarovga muhtoj keksalar uchun muhimdir. Endi esa bir nechta aniq misollarga o'tamiz. Birinchi misol, Oysha opa 72 yoshda. Uning pensiyasi har oy datim taqdim 1000 so'm edi. Oysha opaning ish staji 20 taksil. Shuning uchun u uzoq muddatli mehnat staji bonuslariga kirmaydi. Biroq yangi qarorga ko'ra minimal pensiya miqdori endilikda 500 so'mga yetkazilgani sababli Oysha opaning pensiyasi avtomatik ravishda 500 so'mga ko'tariladi. Bu yerda Oysha opadan hech qanday harakat talab qilinmaydi. Pul o'z-o'zidan uning kartasiga yoki pensiya daftarchasiga tushadi. Demak, u xotirjam bo'lishi mumkin.
Ikkinchi misol. Baxtiyor aka 6 yoshda. Uning mehnat staji 22 yilni tashkil etadi va u hozirda 1.800.000 so'm pensiya oladi. Yangi qonunga ko'ra, birdim yildan ortiq stajga ega bo'lganlar uchun pensiyaning 7% miqdorida ustama beriladi. Bu degani Baxtiyor akaning pensiyasiga 1.800.000 so'mning 7%, ya'ni 1.26.000 so'm qo'shiladi. Uning yangi pensiyasi 1.926.000 so'mni tashkil etadi. Bu yerda Baxtiyor aka uchun bitta nuansi bor. Agar uning barcha 42 yillik ish staji pensiya jamg'armasi bazasida to'liq qayd etilgan bo'lsa, u ham avtomatik tarzda ushbu ustamani oladi. Ammo agar ish stajining bir qismi masalan 1990 yillargacha bo'lgan davr hujjatlarida to'liq aks etmagan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasida bu haqda ma'lumotlar yetarli bo'lmasa, Baxtiyor akadan mehnat daftarchasining asl nusxasi yoki arxiv ma'lumotnomalari talab qilinishi mumkin. Demak, u shunday holatda tashvishlanishi va hujjatlarni tartibga solishi kerak bo'ladi. Uchinchi misol, Zulfiya opa 7 yoshda yolg'iz yashaydi va uning qaramog'ida hech kim yo'q. Uning pensiyasi 600.000 so'm. Yangi qonun bo'yicha yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar uchun qo'shimcha nafaqa belgilangan. Bu nafaqa masalan, bazaviy hisoblash miqdorining ma'lum bir foizini tashkil qilishi mumkin. Bu holatda Zulfiya opa pensiya jamg'armasiga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Chunki uning yolg'iz yashashi holatini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, mahalla fuqarolar yig'inining ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Agar u murojaat qilmasa, bu qo'shimcha nafaqani olmasligi mumkin. Demak, Zulfiya opa tashvishlanishi va murojaat qilishi kerak. Xo'sh, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Tashvishlanishi kerak bo'lganlar 1. Yuqorida aytib o'tilganidek, uzoq muddatli ish stajiga ega bo'lib, uning bir qismi hujjatlarda to'liq aks etmaganlar. Agar sizning ish stajingiz 35 dirdim yoki 5 yildan oshgan bo'lsa, ammo mehnat daftarchangizda yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida bu to'liq aks etmagan bo'lsa, siz qo'shimcha hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Masalan, tashkilotning arxividan ma'lumotnoma olishingiz, sud orqali ish stajini tasdiqlatishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin. 2. Yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz va qo'shimcha nafaqa olish huquqingiz bo'lsa, bu holatni tasdiqlashingiz uchun mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma olishingiz yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosasini pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz kerak. 3. Pensiya miqdorida xatoliklar yuzaga kelgan deb gumon qilayotganlar. Agar siz avtomatik oshirilgan pensiya miqdori siz kutgandan kamroq deb hisoblasangiz, bu holatni tekshirish uchun murojaat qilishingiz lozim. 4. Bank hisob raqami o'zgargan yoki yangi plastik karta olgan pensiya oluvchilar. Bu ma'lumotlarni o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga yetkazish zarur. Aks holda pul o'tkazishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? 1. Minimal pensiya oluvchilar. Agar sizning pensiyangiz minimal darajadan past bo'lsa, u avtomatik ravishda oshiriladi va sizdan hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Mehnat staji va boshqa ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida to'liq va aniq qayd etilgan standart pensiya oluvchilar. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, sizning pensiyangizni qayta hisoblash avtomatik tarzda amalga oshiriladi va agar sizda uzoq muddatli staj bonusi bo'lsa, u ham avtomatik tarzda qo'shiladi. O tip pensiya to'lovlarini bank kartasi orqali oluvchilar. Agar sizning ma'lumotlaringiz doimiy ravishda yangilanib tursa, ko'pincha sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmaydi. Endi esa bu qoidalarga doir ba'zi bir istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, istisnolar. Agar siz bir nechta turdagi pensiya yoki nafaqa olsangiz, masalan, yoshga doir pensiya va nogironlik nafaqasi, u holda pensiya jamg'armasi siz uchun eng foydali bo'lganini tanlashni tavsiya qiladi. Yangi qonun kuchga kirgach, barcha nafaqalar qayta ko'rib chiqiladi va agar ikkalasiga ham huquqingiz bo'lsa, sizga yuqorirog'i tayinlanadi. Biroq bu yerda bir nechta nafaqaning umumiy summasi oshirilmasdan faqat bittasi tanlanishi mumkinligini yodda tuting. Ishlayotgan pensiya oluvchilarga kelsak, ular ham pensiyaning oshirilgan miqdorini to'liq oladilar. Ilgari ishlaydigan pensiya oluvchilarning pensiyalari ba'zi hollarda to'liq oshirilmas edi. Ammo endilikda bu cheklovlar bekor qilinib, ular ham ish staji va ish haqidan kelib chiqqan holda pensiyaning to'liq miqdorini
Shu jumladan yangi ustamalarni ham olish huquqiga ega bo'ladilar. Bu degani siz nafaqaga chiqsangiz ham, ish faoliyatingizni davom ettirsangiz ham davlat sizning mehnatingizni munosib qadrlaydi. Chet elda yashovchi, ammo O'zbekistonda pensiya oladigan fuqarolarimiz uchun ham ma'lum o'zgarishlar bor. Ular ham yangi qonun hujjatlari asosida pensiyalarni qayta hisoblash huquqiga ega bo'ladilar. Biroq ular uchun pensiya to'lovlarini olish mexanizmi vaqti bilan yashash joyini tasdiqlashlari talab qilinishi mumkin. Buning uchun diplomatik vakolatxonalarimiz orqali tegishli hujjatlarni taqdim etishlari zarur bo'ladi. Ikkinchidan, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Eng katta tuzoq bu firibgarlik. Yangi qonun chiqqandan so'ng turli yomon niyatli shaxslar o'zlarini pensiya jamg'armasi xodim deb tanishtirib, sizdan telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingizni, PIN kodingizni so'rashi mumkin. Hargiz bunday ma'lumotlarni telefonda aytmang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydilar. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing va huquqni muhofaza qilish organlariga xabar bering. Pensiya bilan bog'liq barcha masalalar faqat shaxsan murojaat qilganingizda yoki rasmiy davlat portallari orqali hal qilinadi. Pensiya to'lovlarida kechikishlar yuzaga kelishi mumkinligi ham bir tuzoq. Yangi tizimga o'tish davrida ba'zi texnik nosozliklar yoki hujjatlarni qayta ishlash jarayonida qisqa muddatli kechikishlar bo'lishi mumkin. Agar pensiyangiz odatdagidan kechroq tushsa, darhol xavotir olmang. Bir necha kun kutib, agar vaziyat o'zgarmasa pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Noto'g'ri hisob-kitoblar ham ba'zan uchrab turadi. Pensiyangiz miqdori siz kutgandan kamroq bo'lib chiqsa, bu xato hisob-kitob natijasi bo'lishi mumkin. Bunday holatda siz pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilib, pensiyangizni qayta hisoblab chiqishni talab qilishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlaringizni to'liq taqdim etgan holda, albatta, bu masalani hal qilishingiz mumkin. Hujjatlarning yo'qolishi yoki tasdiqlanmagan ish staji davrlari ham jiddiy muammo. Ko'pchilikning mehnat daftarchalari eski bo'lib, ayrim ish joylaridagi yozuvlar o'chib ketgan yoki muhrlar aniq bosilmagan bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi tashkilotlar tugatilgani sababli arxiv ma'lumotlarini olish qiyin bo'lishi mumkin. Bunday holatda ish stajini sud orqali tasdiqlash zarur bo'lishi mumkin. Bu esa ancha murakkab va uzoq jarayon. Shuning uchun imkon boricha oldindan hujjatlaringizni tartibga solishingiz tavsiya etiladi. Uchinchi muhim jihat noaniq nüanslar. Pensiyani hisoblashda ish staji va ish haqidan tashqari ba'zida bazaviy hisoblash miqdori behaq ham o'zgaradi. Yangi qonunda pensiya bazasini shakllantirishda aynan qaysi BXMdan foydalanilishi aniqlashtirilishi mumkin. Bu pensiyaning umumiy miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. O'rtacha ish haqi komponentini qayta baholash ham muhim. Ko'plab pensiya oluvchilar o'z pensiyalarini hisoblash uchun 2000 yillardan oldingi eng yuqori ish haqi davrlarini tanlaydilar. Yangi qonunda bu davrlarning qayta baholanishi yoki unga nisbatan qanday koeffitsiyentlar qo'llanilishi aniqlashtirilishi mumkin. Bu ba'zi kishilarning pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Pensiya va nafaqa o'rtasidagi farq hamda ularning qanday ta'sirlanishi. O'zbekiston qonunchiligida pensiya va nafaqa tushunchalari mavjud. Pensiya bu davlat ijtimoiy ta'minotining asosiy turi bo'lib, uzoq muddatli mehnat staji va yoshga doir beriladi. Nafaqa esa odatda ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi fuqarolarga, masalan, boquvchisini yo'qotganlarga, nogironlarga, bolalikdan nogironlarga beriladi. Yangi farmon bu ikkala turdagi to'lovlarni ham qamrab olgan va ularni oshirishni nazarda tutgan. Shuning uchun siz qaysi to'lovni olayotganingizdan qat'iy nazar, bu o'zgarishlar sizga ta'sir qilishi mumkin. Mahalla qo'mitalarining roli ham muhimdir. Yuqorida aytib o'tilgandek, yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun qo'shimcha nafaqalar olishda mahalla fuqarolar yig'inining ma'lumotnomalari, tavsiyanomalari yoki tasdiqlashlari talab qilinishi mumkin. Mahalla har doim pensiya tizimida muhim bo'lgan bo'lib kelgan va endi uning roli yanada oshadi. Endi esa eng muhim qismga amaliy tavsiyalarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Nima yozish kerak? Bir qadam pensiya to'lovingizni tekshiring. May oyining 1-haftasidan boshlab pensiya to'lovingizni diqqat bilan tekshiring. Uning avvalgi oyga nisbatan oshganligini tekshiring. Agar siz minimal pensiya oluvchi bo'lsangiz, u yangi belgilangan minimal darajaga yetkazilganligiga ishonch hosil qiling. Agar siz uzoq stajga ega bo'lsangiz,
pensiyangizga tegishli ustama qo'shilganligini hisoblab chiqing. 2 qadam. Agar siz o'zingizni maxsus toifaga uzoq muddatli staj, yolg'iz yashovchi keksa, nogironligi bor shaxs va hokazo kiritayotgan bo'lsangiz, tegishli hujjatlaringizni tayyorlang. Bular mehnat daftarchasining asl nusxasi, nikoh guvohnomasi, agar boquvchisini yo'qotganlik holati bo'lsa, nogironlik to'g'risidagi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, mahalla fuqarolar yig'inining ma'lumotnomasi yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi bo'lishi mumkin. Agar ish stajingizda uzilishlar yoki tasdiqlanmagan davrlar bo'lsa, korxona arxivlaridan ma'lumotnomalar, ish haqini tasdiqlovchi hujjatlar yoki sud qarorlari kerak bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarni imkon qadar tezroq tartibga solishga harakat qiling. 3 qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasi shoxobchalari, davlat xizmatlari markazlari DXM va mening fikrim MyGov. Uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bu borada sizga yordam beradi. Eng qulay usul bu yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga shaxsan murojaat qilishdir. U yerda mutaxassislar sizning hujjatlaringizni tekshiradi va barcha savollaringizga javob beradi. Agar siz elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, MyGov portali orqali ham murojaat yuborish imkoniyati mavjud. Davlat xizmatlari markazlari ham kerakli ma'lumotlarni olishda yoki arizalar to'ldirishda yordam beradi. 4 qadam. Nima yozish kerak? Agar siz pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilishingiz kerak bo'lsa, arizangizda quyidagilarni aniq ko'rsatishingiz lozim. Sizning famili ism, sharif, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, kontakt telefon raqamingiz, pensiya guvohnomasi raqamingiz agar mavjud bo'lsa, murojaatingizning aniq sababi masalan, pensiyamni yangi qonun asosida qayta hisoblashni so'rayman. Ish stajimni tasdiqlashda yordam so'rayman. Yolg'iz yashashimni hisobga olgan holda qo'shimcha nafaqa tayinlashni so'rayman. Ilovaga qaysi hujjatlarni qo'shayotganingizni ko'rsating. Masalan, mehnat daftarchasining nusxasi, mahalla ma'lumotnomasi va hokazo. Sanani va imzoingizni qo'ying. Arizani 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimi imzosi va sana bilan qabul qilib olganingizni tasdiqlovchi belgi bilan o'zingizda qoldiring. 5 qadam. Murojaat qilish muddatlari. Aksariyat pensiya oshirishlari avtomatik tarzda amalga oshirilganligi sababli bu yerda qat'iy muddatlar yo'q. Ammo agar siz qo'shimcha nafaqalar yoki uzoq staj uchun bonuslar olishni istasangiz va buning uchun hujjatlaringizni to'g'rilashingiz kerak bo'lsa, bu jarayonni kechiktirmaslikka harakat qiling. Qanchalik tez murojaat qilsangiz, shunchalik tez yangi hisoblangan pensiyangizni ola boshlaysiz. 6 qadam. Agar siz kutgan oshirishni ko'rmasangiz, yuqorida aytib o'tilganidek, dastlabki bir necha kun ichida kechikishlar bo'lishi mumkin. Agar bir hafta ichida hech qanday o'zgarish bo'lmasa, pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki shaxsan murojaat qiling. Vaziyatni tushuntiring va mutaxassislardan yordam so'rang. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 1 maydan boshlab pensiya tizimida jiddiy va ijobiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Minimal pensiyalar oshirildi. Uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lganlarga qo'shimcha bonuslar joriy etildi. Yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar va nogironligi bo'lgan shaxslarga alohida e'tibor qaratildi. Bu o'zgarishlar minglab nafaqaxo'rlarimizning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan muhim qadamdir. Ko'pchilik uchun bu o'zgarishlar avtomatik tarzda sodir bo'ladi va hech qanday harakat talab etilmaydi. Ammo ayrim toifadagi fuqarolarimiz, ayniqsa qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lish uchun hujjatlarni tartibga solishlari yoki tegishli organlarga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Hech kim e'tibordan chetda qolmasligi uchun ushbu videodagi tavsiyalarga amal qiling. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu yangiliklar haqida qanday fikrdasiz? Siz pensiyangizda o'zgarishlarni sezdingizmi? Izohlarda o'z tajribangizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarimizga ham yordam beradi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zira biz kelajakda ham siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha